Zona Gentra deb kelyapti. Nexus'larda qorasidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Dehqon o'zida. Mashinamiz kraskalari toza, yumshoq ballonlari bor, metan gazlari bor. Yurgan masofasi ham juda ham qiziqarli. Bu mashinamiz yurgan masofasi endi 54 ming holatda. Menimcha olib maza qilib minadigan, narxi ham qiziqarliroq. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $9700 bermadim, qo'shilsa beraman deb turibdi. Telefon raqamlari yozdi. Mashina minishda endi o'rganayotgan opalarimiz uchun Gentralarni qizildan ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan, o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. 240 ming yurgan, lekin narxi qiziqarli. Shu pulga Spark olgan bo'larmi deylar yoki Gentrami? Bu mashinamiz yurgan masofasi ham 240 ming, gazlari bor, dokumentlari joy-joyida ekan. Bu mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $6200 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini yozdim. Mabodo ko'niga yo'l topsanglar, o'tib ham bersa kerak. Nexus'larda mexanikasidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi sapachogada bor deyapti. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamizga 4-pozitsiyasini diskalarini taqib qo'yishgan, yurgan masofasi ham xudo xolasa bir qator ko'rib beraymi o'zim. 277 ming. Mashina menimcha ro'za bo'lishiga qaramasdan sigaret chekishyapti ekan. Mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan narxi 6,5 ming ekan. Telefon raqamlarini yozdi. Kobaltlarda avtomat korobkasidan minaman deyotgan obunachilarim uchun kraskasi tozasidan saliginaqa JSV svetdagisidan. Mashinamiz xudo xolasa 4-pozitsiya avtomat korobka Cobalt. Ballonlar yaxshi ekan, yurgan masofasi 128 ming, kraskasi toza ekan. Akalarimiz bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $7700 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini yozsa, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bir qop temirni narxida bo'lsa olardim deyotgan akalarimiz uchun Cobalt ko'rsatamiz. Bu mashinamiz Nexus'lardan ham arzon narxda, xudo xolasa. Bu mashinamiz yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan, mexanik korobkada. Kraskasi 30-40% bor deyapti, balki 50% dir, lekin narxi zo'r. Bu mashinamiz yurgan masofasi 361 ming, gazlari ham bor, dokumentda muammo yo'q. Akalarimiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $4600 bo'lsa beramiz deyapti. Arzonmi, qimmatmi kommentariyada yozib qoldiringlar. Telefon raqamlari yozdi. Xotinidan zerikkan akalarimiz uchun 8-martga to'rimiz yo'q Lacetti ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bir 30-40% bor ekan. O'zinglar uchun ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Dehqonda o'zidan sveti ham ajoyibidan, xudo xolasa uyatib olmaysizlar. Bahanada qutulib olasizlar. Bu mashinamiz yurgan masofasi 436 ming, avtomat korobkada. Haliginaqar to'rimiz yo'q deyotganim hazil, lekin mashinamiz ham yo'q joy-joyida ekan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $3800, menimcha tavakkal qilishga arziydi. Spark olgan yaxshimi yoki Nexus olgan yaxshimi, narxi bir xil bo'lganda. Bu mashinamizning narxi $5500 ga beriladi. Telefon raqamlarini videosiga ham qo'yib qo'yamiz. Bu mashinamiz yumshoq ballonlarida bor. Kraskasi xudo xolasa bir 25% deyapti. 18-yil yurgan masofasi 274 ming, gazlari ham borish kerak, gazlari ham bor ekan. Ham yo'g'i joy-joyida, dokumentda muammo yo'q deyapti akalarimiz. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz 5400 ga bermadim, bo'ladigani 5500 deyapti. Xudo xolasa yaxshi mashina. Nexus'lar to'rimiz yo'g'idan minaman deyotgan obunachilarim uchun sizlarga juda ham arzondan ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, narxi $1990, Nexia 1lar narxida. Bu mashinamiz kraskasi endi bir qator o'zinglar uchun tekshirib olasizlar. Hali ko'proq qilib aytganda bir qop temirga oladigan, tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan akalarimiz uchun olsanglar bo'laveradi. 330 ming atrofida yurgan masofasi ham, gazi, dokument hamma yo'q joylarda ekan, joy-joyida ekan endi hujjatlarda. Akalarimiz tash bo'ladigan narxi $1990 ga $10 ziyon qilishar ekan. Bu mashinamiz o'zi barter kelib qolib aslanishayotgan ekan. Ziyoniga sotilayotgan Matizlardan ko'rsatamiz. Mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi 3 ta detalda bor ekan, ichiga o'tmagan ekan, o'zinglar uchun ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Eshigida, kapotida, bitta krilosda bo'lsa kerak. Bu mashinamiz yurgan masofasi ham 386 ming, holatlari juda ham tiniq deyapti. Endi bir qator yuvib tayyorlab chiqadigan bo'lsanglar, yaxshi mashina minib yurgani bo'laveradi ham. Bu mashinamiz o'sha g'irq-firat qo'ygan ekan. Akalarimiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $1990 ga sotsam ham $200 ziyon qilinadi. Nexus'larda mexanikasini qop-qorasidan minaman deyotgan obunachilar uchun bo'lib ham yili yangirog'idan 2022-yil kraskasi toza, tonirovka kelgan ruxsatlari bor, gazlari bor. Bu mashinamiz yurgan masofasi xudo xolasa 76 ming bo'pti. Hamma yo'g'i joy-joyida genam chiqarar ekan, lekin bu mashinalardan nima sababdan Spark bilan Nexus'larning rangi qora turadi, bilmaysizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $8300 ga bermadim deyapti. Qo'shilsa berar ekan. Telefon raqamlari videosida. Muammodan qutulgan akalarimiz uchun yangi muammoni ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2005 uzr akalar, endi anaqa hayajon ham bo'lib turibdi. Uydagi muammodan zerikkan akalarimiz uchun yangisini ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, Dehqon o'zidan Captiva Sparklar narxida. Bu mashinamizning kraskasi bitta orqa kriloda bor deyapti. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu ham lekin Captiva mashinada Sparklar narxida. Yurgan masofasi xudo xolasa 276 ming, propan gazlari bor. Endi bir qator o'zinglar uchun hemishga qo'ladigan bo'lsanglar, mashinamiz juda ham chiroyli. Lekin narxiga arsa kerak. Akalarimiz 5500 dan ham o'tib beraman deyapti. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Menimcha tayyor mashinada baribir.
Dehqonni o'zidan Cobalt'larda Midnight'da minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2025-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza, yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan, mashinamizga propan gazlargacha qo'yib qo'ygan, chexol polik, hali kruz kontrollargacha qilib qo'ygan. Mashinamiz juda ham ideal holatda, shu monitorlari ham bor, yurgan masofasi 15 ming, 16 ming degan bo'laveradi. Olib maza qilib minadigan, menimcha hujjatlardan muammo yo'q. Bu akalarimiz 11.700 dollarga bermabdi, qo'shilsa beraman deb turibdi. Telefon raqamlari videosida. Endi pravoga olgan Endi pravo olgan akalarim uchun Spark ko'rsatamiz. Bu mashinamizni nimaga unadayotgan bo'lsalar, urvasizlar ham jalk emas, sababi sizlargacha urilib bo'lgan ekan. Bu mashinamizning kraskasi bir 30-40% bor ekan, o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamizning yurgan masofasini hozir bir qator o'zimiz aytib beramiz. 200 mingdan o'sib turibdi. Metan gazlari ham bor. Iloji boricha tekshirtirib ko'rsatib olsanglar maslahat beramiz. Akalarimiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun mashinamiz bo'ladigan narxi 4800 dollarga beraman deyapti. Telefon raqamlari yozdi. Cobalt'larni mexanikasidan minaman deyotgan obunachilarim uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi tozasidan ko'rsatamiz. Bu mashinamiz xudo xolasa yurgan masofasi 395 ming, 400 mingga qarab ketyapti. Chexol polik hamma yo'g'i bor ekan. Menimcha bu ikkinchi pozitsiyasi. Akalarimiz arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigan narxi 6900 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari yozsa, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Olganda xursand, sotganda xursand bo'laman deyotgan akalarimiz uchun Malibu 1 ikkinchi pozitsiyasini ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi sapochokida bor ekan, qolgan joylari toza, lyuklik mexanika pozitsiyasidan. Bu mashinamizni to'g'risaligi rasxod ko'pligi uchun juda qiynalib qolishadi. Bu mashinamiz yurgan masofasi 118 ming deyapti, 184 ming shunaqa bir qator kilometrlarni ham tekshirib olganlar yaxshi. Bu mashinamiz propan gazlarda ekan, olib maza qilib minadigan. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi 8,5 ming dollar bo'lsa beramiz deyapti. 8700 ga ham bermayotgan, endi beraverar ekan. Dehqonni o'zidan Unix'larda Premier'dan minaman deyotgan obunachilar uchun kraskasi tozasidan stoik holatdagi menimcha. Bu mashinamiz benzinda harakatlangan, yurgan masofasi ham endi 20 ming bo'libdi. Endi bir qator nimasini ham aytamiz, hamma yo'g'i o'zini o'rnida ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q ekan, yangi mashina ekanda. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun 12500 dollarga bermadim, qo'shilsa beraman deyapti. Menimcha ko'niga olib topsanglar bersa kerak, telefon raqamlari yozdi. Damas minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz yurgan masofasi atiga 6000 km yurgan ekan. Yumshoq baloni bor ekan, poligi bor ekan, xolos qolgan hech narsasi yo'q ekan. Bu mashinamiz akalarimiz bo'ladigan narxi 6300 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa qilib bezinda ekan. Mexanikal narxiga avtomat korobka Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi ozgina petnosi bor. Oq avtomat korobka Gentra. Bu mashinamiz yumshoq baloni bor, propanmi, metanmi gazlari bor, 100 ming yurgan, hujjatlarida joyida, hamma yo'g'ini qilsanglar bo'laveradi. Olib maza qilib minadigan. Akalarimiz 10100 ga bermabdi, qo'shilsa beraman deb turibdi. Telefon raqamlari videosida, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mash Gentrasi ham sotiladi. Menimcha 12400 ga 2023-yilda ishlab chiqarilgan 69 million qora Gentra. Boshlading? Spark ko'rsatsangiz ham Matiz minaman deyotgan akalarimiz uchun bu mashinamiz tinig'idan ko'rsatamiz. Mashinamiz 2009 ga 10-yil ekan, mashinamizga kuzovi stok holatda desak ham bo'laveradi. Mashinamiz yurgan masofasi 55 ming ekan. Narxini eshitib turib to'g'ri so'kinmaylar, lekin oxirgi narxlarni aytyapmiz. 4000 dollarga bermabdi, rostdan ham so'rashgan bo'lsa, 4300 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Haligi Matiz minmasam turolmayapman deyotgan tanishlar jo'natasizlar. Bu mashinamiz telefon raqamlari videosida. Trekkerlarni Premierni 2024 dan qidirayotgan obunachilarimiz uchun bo'lib ham oqidan kraskasi tozasidan. Mashinamizni yili 2024 yumshoq baloni bor, parapani bor. Yurgan masofasi 63 mingdan endi o'tib turibdi. Menimcha narxi juda ham qiziqarli, xudo xolasa kutib tursanglar aytamiz. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi 16400 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa qilinglar, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Cobalt minaman deyotgan obunachilar uchun avtomat korobka 2025-yilda ishlab chiqarilgan stylidan. Bu mashinamizni yurgan masofasi qiziqarli, 2700, bitta poligi bor, hamma yo'g'i stok holatda. Akalarimiz bu mashinamiz bo'ladigan narxi 11700 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari yozdi. Qora Gentra bo'lsa minardim deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bir 20% bor ekan, bir qator o'zlari uchun ko'rsatib tekshirib olasizlar. Mexanika korobkada 3-pozitsiya diskalarga taqib qo'shgan. Yurgan masofasi ham 270 ming atrofida, xudo xolasa dokumentlardan muammo yo'q shekilli. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun mashinamiz bo'ladigan narxi 6990 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida menimcha zo'r narxda. Arzon narxda Nexia Sonsmi bu? Donsmi?
arzon narxda Nexus qidirayotgan yoki Mats qidirayotgan obunachilarimiz uchun ikkita ko'rsatamiz. Qoqi bahoda desak ham bo'laveradi. Bu narxi 1,5 ming dollarga 2002-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi, ikkalasiniki ham 30% atrofida bor ekan. Endi bir qator o'zlari uchun tekshirib olasizlar, dehqonda o'zidan. Buning narxi 2,5 ming ekan. Yurgan masofasi 600 mingdan gazlari bor. Mashinalarning umuman rasxoti yo'q, motorgacha qilib qo'yganmiz deb turishdi, dehqonda o'zlaridan. Bu akalarimizni telefon raqamlarini videosiga qo'yib qo'yamiz. Buni oq Gentrani, oq Nexus'ning narxini 2,5 ming dollarga, buni 1,5 ming dollarga beramiz deyapti. Telefon raqamlari yozdi. Olib ustaxonaga ketaman deyotgan akalarimiz uchun Nexus'ni tavsiya qilamiz. Bu mashinamiz bitta maqtaydigan joyi faqat balon ekan xolos. Mashinamiz kraskasi 50% ekan, donus ekan kelgan. Bu mashinamiz yurgan masofasi ham xudo xolasa 458 ming bo'pti. Bir qator o'zlar uchun yuvib tarab oladigan bo'lsalar, yaxshi muammo. Bu mashinamiz akalarimiz arzon vodiyda kanal ovlanishlari uchun 2,5 ming dollarga sotsa ancha xursand bo'lar ekan. Menimcha Ro'zani kunda savob qilgan bo'lasizlar. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqa qilib ko'rasizlar.